chang ko'ryapsanmi? Mana men telefon qilmagan, ertaga kelinim eplay olmayapman, qila olmayapman. Mana ivrisib yotibdi hamma yog'ing. Voy, ketdimi? Va uydamisiz? Qanday uningiz ishdami? Bu choy poy olib kelmaydimi? Ha, ishga ketgan. Anaqa. Ertalab ovqatini solib ketgan mana. O'tiribman. Bitta o'zim, uyda xizmatkor bo'lib. Ishga ketgan bo'lsa, pulini so'rayapsizmi? Kim beryapti unga pulini? Abetiga nima qilyapti? So'rab oling, tinigacha oling pulini. Shu uyda yashayaptimi, shu uyda yeyaptimi, ovqatini yeyaptimi? To'laydi, to'lating kommunalkani, oyligidan olib kelib bersin. Plastik bo'lsa plastik, naqd bo'lsa naqdini olib oling. Hozirgi kelinlarga ishonch yo'q. Odam endi 4 kun bo'ldi ishga tushganiga, yaqinda mana poliklinikaga joylab keldi ishga. Qanaqa so'rayman, senam g'alati emasmi? Qattiqroq ushlab olgan jilovini. Agar yaxshilab ushlamasang, boshingga chiqib yong'oqni chaqarman bunaqa qilib. Voy dono, mamtlaringni qara, tozalamasdan ketdimi? Namuncha nechta turyapti bu o'zi. Qarasin, qilsin, ishi ham, uyi ham eplasin. Kerak bo'lsa kechasi uxlamasin. Mana sen necha yillik kelinsan, o'lmading-ku, bu ham o'lmaydi. Yo'q, qilyapti, qo'ysinchi, baraka topsin, qilib ketadi. Ulgurgancha endi yosh kelin o'rganguncha ham ozgina vaqt ketadi. Mana chang, ko'ryapsanmi? Mana menga telefon qilmagan, ertaga kelinim eplay olmayapman, qila olmayapman. Mana ivrisib yotibdi hamma yog'ing. Shunaqamikin opa, to'g'ri aytayotganmikin sizni? Yo, bugundan o'zgaraman, bir zolim qaynona obraziga kirguncha cho'ta taltayib ketish shekilli, boshimga chiqib ketyapti shekilli. To'g'ri aytyapsiz, bari ko'p ko'rgansizda opa.